Assalomu alaykum hammaga. Ya'ni biz o'tgan dars, ya'ni o'sha biz front-endni boshlagandik, ya'ni o'sha back-enddan salgina chekinish qilgan edik. Xo'p, endi biz davom etamiz. Ya'ni HTML haqida biz ko'rgan edik o'tgan safar, ya'ni o'sha front-end nima, HTML nima, taglar nima, o'shalar haqida gaplashgandik. Xo'sh, bugun o'shani davom ettiramiz. Ya'ni o'tgan darsni bir takrorlab olamiz. O'zi o'sha taglar nechaga bo'linar ekan? Taglar o'sha 2 ga bo'linadi. Ya'ni taglar 2 ga bo'linar ekan. Ya'ni H1 dan H6 gacha bo'lgan taglar hisoblanar ekan. Ya'ni u taglar asosan matnlarda ko'proq ishlatilar ekan. Endi bugungi ko'radigan yana davom etamiz. Ya'ni taglarni ko'rishimiz. P degan tagimiz bor. P degan tagga asosan nima yoziladi? Matnlar yozilar ekan. Ya'ni mana bunaqa matnlar yozishimiz kerak ekan. Xuddi mana shunaqa uzun matnlar yozilishi kerak asosan. Ctrl S P ni ichiga tashlaymiz. Ctrl V qilamiz. Ya'ni mana P ni ichiga tashladik. P'da endi dastur ishlatadigan bo'lsak, mana uzun matn deb chiqdi. Ya'ni matnlarimiz kelib chiqdi. P tagida biz asosan ko'p holatlarda o'zi почти hamma holatda, ya'ni matn yozyapsizmi? P tagiga yozasizlar. Sababi chunki P tagi o'sha matn, ya'ni ko'p uzun bo'lgan matnlar uchun ishlatiladi. Endi P tagi, ya'ni o'sha P tagi ham juft tag hisoblanadi. P tagi ham o'sha juft tag hisoblanadi. Undan keyin ya'ni P tagi juft tag hisoblanar ekan. Undan keyin ahrif degan, ya'ni A degan tagimiz bor. A degan tag. A tag vazifasi nima desalar. Misol uchun mana bu saytga kirdik. Xo'sh, masalan, Xorazm, mana buni bosdim. Mana ma'lumot bu tomonga o'tib ketdi. Yo bo'lmasa mana barcha yangiliklar bo'limini bossam, bu sahifaga o'tib ketdi. Ya'ni A tagini vazifasi boshqa sahifaga olib o'tish uchun ishlatiladi asosan. Ya'ni boshqa sahifa degani bu sahifadan bu sahifaga olib o'tish uchun. Misol uchun mana bu yerga yozaman kun.uz. Mana ma'lumotlar yozib oldik. kun.uz saytini olaman. Ctrl S, Ctrl V qilaman. Undan keyin kelaman. IT House saytini olaman. IT House saytini oldik. YouTube platformasini olaman. YouTube platformasini oldik. Mana bosib avlayni bersak, mana 3 ta tagimiz chiqdi. Ya'ni IT House, ya'ni 3 ta o'sha tagimizdagi ma'lumotlar chiqdi. IT House, Kunuz va YouTube chiqdi. Kunuz ustiga bosganimda mana Kunuz saytiga o'tib ketadi. Ya'ni bizni lokalniyda ishlab turgan saytimiz. IT House ustiga bosganimda esa mana IT House ga o'tib ketadi saytiga. Endi YouTube platformasini bosganimda, ya'ni YouTube ga bosganimda YouTube platformasiga o'tib ketyapti mana. O'zi to'g'ridan-to'g'ri YouTube ochib beryapti bizga. Ya'ni ahrif o'sha boshqa sahifaga o'tish uchun ishlatilar ekan. Misol uchun IT House saytini ko'rsak. Xo'sh, mana web dasturlash haqida bo'ldim, o'zi web dasturlash boshqa sahifa ochilib web dasturlashga o'tib ketdi. Yo bo'lmasa Python backend mana. Python full stack kursiga bosdim, o'zi bu boshqa sahifaga o'tib ketdi mana. Misol uchun mana modullar. Ya'ni aytishimiz mumkin. Ya'ni Foundation bo'lsa, mana Foundationga o'tib ketyapti, ya'ni kurslarga o'tib ketyapti. Ingliz tilini bosadigan bo'lsa, mana ingliz tiliga o'tib ketadi. Mana shularning barchasi, mana shularning hammasi, ya'ni nima bo'ladi? O'sha ahrifda yozilgan. Ahrifda bitta vazifasi bor, boshqa sahifaga olib o'tish uchun ishlatilar ekan bizga. Endi, xo'p, buni bildik. Dars davom etamiz. Ya'ni ahrif nimaligini bildingizlar. Misol uchun mana bu qaranglar. Bu yerda hozir nima turibdi? Ya'ni ma'lumotlar qo'shuvli holatda turibdi. Bu narsani pastga tushirishimiz uchun mana bu yerga kelamiz. BR degan tagni yozib qo'ying. Mana pastga tushirib yuboradi. BR tagi o'sha yozilgan matndan pastga tushirish, ya'ni sindirishda olib keladi. Ya'ni bizga xuddi sindirib beradi. Misol uchun Python dasturlashtirildi, for while degan narsani ko'rgandik, while'da break degan narsa dasturni sindirardi-yu. Xuddi shunaqa BR ni vazifasi o'sha tagni o'sha joydan sindirib beradi bizga. Undan keyin keyingi tagimiz bor. P ni ichiga ishlatiladigan spam degan tag bor. U tag qachon ishlatiladi? Ya'ni u tag qanaqadir bir style berayotgan paytlaringizda asosan ishlatiladi. Misol uchun, hali style o'tmadik.
qanaqadir bir stayl bergan paytlar mana qizil bo'lib ishlatiladi. Ya'ni o'sha bitta matnga qiymat yoki bo'lmasa bunday olganda bitta matnga ma'lumot yozayotgan paytlar o'sha stayl berayotgan paytlar ishlatiladigan tag hisoblanadi. Xo'p, undan keyin dars davom etamiz. Ya'ni P ni ko'rdik. Xo'sh, endi image, ya'ni rasmlar bilan ishlash. Misol uchun har bitta veb-saytda rasmlar bilan ishlash degan tushuncha bor. Image degan tag bor. Image ham bu ya'ni tog' tag hisoblanadi. Ya'ni bu jufti yo'q, ya'ni tog' tag. Image ga mana bu yerda biz o'sha srt, ya'ni o'sha fayl chaqiradigan joyi bor. Bu yerga biz asosan fayl chaqirib o'sha rasmning nomini qo'yishimiz kerak. Biz hozircha oddiy ixtiyoriy nom qo'yib turamiz, ya'ni onlayn nom qo'yamiz. Misol uchun bosdik. Mishka un tugmasini bosatsa, Captivate как kartina bosdik. Ya'ni URLni oldik va tashladik. Ctrl V qildik. Va dasturimizda oblayni beradigan bo'lsak, mana rasmimiz katta bo'lib chiqdi. Ya'ni o'sha image bu yerga nima qildi? Image degan tag, ya'ni rasm chiqarish ishlatilar ekan. Bu yerga esa vis bersak bo'ladi. Vis degani bu ini, misol uchun 4 piksel qilib qo'ying, ya'ni sal kichikroq bo'ladi mana. Ya'ni bu yerda biz nima qildik? O'sha ma'lumotni biz chiqarib berdik. Xo'sh, mana bu yerga biri qo'yib qo'ying. Mana. Ya'ni bu yerga ham rasmimiz chiqdi. Bu rasm chiqarish uchun ishlatiladi image. Image'da biz bir nechta yo'lini ko'rib ketamiz. Image'da misol uchun bu yerga kelib papka ochib, o'zi aslida image degan papka ochiladi. Buni ichiga esa papka sozdovat qilinadi. Ya'ni papka sozdovat qilasizlar. O'sha ixtiyoriy rasm mana oldik. Image degan tagga bosamiz va image tugga bosib tashlaymiz. Faylni nomini o'zgartiraman. Rasm. Va bu yerga kelib qaranglar. Qanaqa qilib chaqiramiz? Tochka nuqta qo'yib, image degan papka, rasm degan png. Dastur ishlatadigan bo'lsam, amniyat beradigan bo'lsam, mana rasmim ham chiqdi o'sha chaqirgan. Bu ya'ni global qilib chaqirilgan, ya'ni global degani o'sha через Google orqali, через internet orqali oladi. Bu esa lokalniy holatda chaqirilyapti. Iloji boricha sizlar ham lokalniy holatda chaqirishni o'rganingizlar. Ya'ni bu yerga vis bergan sababi o'sha rasmni kichikroq qilish uchun ishlatilyapti. Ya'ni mana shu, ya'ni ikkita tegimiz, ya'ni bu lokalniy, bu global qilib chaqirildi. Ya'ni image mana shu ikki xil shaklda siz bemalol ixtiyoriy ravishda chaqirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, undan keyin xo'sh, image'dan tashqari yana qanaqa taglar bor? Misol uchun, endi image haqida ketdi, video degan tagimiz bor. Bu video. To'g'ridan-to'g'ri video chaqirsalardan bo'ladi bu yerga. Xohlagan ixtiyoriy ravishda video chaqirsalar bo'ladi. Endi hozir videodan oldin men sizlarga bitta qiziq narsani ko'rsatib ketay. YouTube degan, masalan, YouTube ga kiramiz. Hop. YouTube'ga kirdik. Muzikaga kirdik. Xo'sh, kirgan paytlaringiz internet yaxshi ishlamayapti. Mana buni bosamiz. Ya'ni bu yerda kod, ya'ni o'sha dasturchilar uchun chiqarilgan. Mana bu yerga kelasizlarda, mana bu joyni siz Captivate qilib olsangiz bo'ladi. Mana shu joyni olamiz. Mana bu kodni olamiz, Ctrl S. Bizimga qaytamiz va mana bu yerga qo'yib tashlaymiz. Bu YouTube'dan biz nima qildik? Kodini oldik. Ya'ni o'sha dasturchilar uchun qilinadigan, ya'ni dasturchilar uchun kerak bo'lgan kodni oldik. Bu nima qiladi desalar, bu saytimizni o'zidan YouTube'ga o'xshagan nima ochib beradi? Ya'ni video ochadigan joy qilib beradi. Mana bossak o'sha YouTube'da to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni hech qanaqa bir YouTube'ga o'tib yubormaydi, to'g'ridan-to'g'ri o'sha joyida YouTube'ni bizga chiqarib beradi. Mana bossak mana. Xuddi YouTube kabi ishlaydi. Ya'ni YouTube'dagi rekomendatsiyalar, ketma-ketliklar, o'sha narsalar chiqarib beradi. Bu YouTube'da mana bunaqa o'zi fayl nimasi bor, turi bor. Ifdan boshlanadigan nimamiz bor, ya'ni turimiz bor, elementimiz bor, ya'ni tagimiz bor. Bunga nima qilgan? To'g'ridan-to'g'ri YouTube'da nimasini bergan? Yo'nalishini berib qo'ygan. Shuni sababiga siz o'sha YouTube'da o'zimizning saytimizdan, ya'ni o'zimizning vertikamizdan to'g'ridan-to'g'ri ochib oldik. Mana bu yerga kelib xohlagan YouTube'da o'sha nimasini, platformasidan ixtiyoriy videoni URLni yo bo'lmasa URL deymiz, yo bo'lmasa o'sha yo'nalishini olib qo'ysalaringiz, o'sha joyga shu ma'lumot kelib chiqadi. Endi yo'nalish olguncha ham sizlar qanaqa yo'nalish olasizlar? Misol uchun bosdik. Bosamiz buni. Ya'ni xuddi mana bu yerdagi nomni olishlaringiz kerak bo'ladi. Bu yerdagi nomni olsalaringiz xuddi, ya'ni YouTube platformasi qanday chiqsa, xuddi shunaqa bo'lib chiqadi.
Hop, biz xato oldik menimcha, yo bo'lmasa bu yopiq. Yopiq bo'lsa ham shunaqa narsa chiqaradi. Ma'lumotni olamiz. Ctrl S. Ctrl V. Bu ham yopiq hisoblandi, ya'ni o'sha platformani o'zidan olish kerak bo'lar ekan. Undan olaylik. Asosan ba'zi holatlarda bular yopiq bo'ladi. Ya'ni yopiq ekan. Ya'ni mana shularni agar ochib qo'ygan bo'lsa, ya'ni xuddi shunaqa qilib olsalaringiz, ya'ni ishlaydi. Bizni bu video nima o'sha kanalmi yo bo'lmasa o'sha videoni o'zimi yopib qo'yganligi sababli ma'lumotlar chiqmadi. Lekin aslida ixtiyoriy o'sha ma'lumotlar, ya'ni ochiq bo'lsa, ma'lumotlar chiqadi bu. Chiqmay qolmaydi emas, chiqadi. Ya'ni bo'ya mana bunaqa bo'lib ma'lumotlar chiqishi mumkin. Ya'ni bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Kelgusi darsga ko'rishguncha xayr.